Assalomu alaykum. Ilmiy texnik axborot markazi tomonidan tayyorlangan sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy va innovatsion ishlanmalar bo'yicha dayjest xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Google eng kuchli sun'iy intellekt prosessorini taqdim etdi. Google sun'iy intellekt uchun eng kuchli chip Ironwoodni taqdim etdi. U Gemini kabi ilg'or AI modeli bilan ishlash uchun mo'ljallangan bo'lib, bir soniyada 4,614 trillion operatsiyani bajardi. Ironwooddan tashkil topgan 9216 chipli klaster quvvati bo'yicha dunyodagi eng kuchli superkompyuter AI Captain'dan 24 barobar tez. Yangi chipda 192 GB xotira va chiplararo 1,2 terabit sekund almashuv tezligi mavjud. AI modellariga murakkab mantiqiy vazifalarni bajarishda yordam beruvchi Ironwood tibbiyot, fan va biznesda katta imkoniyatlar yaratadi. U ikki konfiguratsiyada va Google Cloud orqali taqdim etiladi. Ishga tushirilishi 2025-yil oxirida rejalashtirilgan. Olimlar sun'iy intellektning imo-ishoralarini tanishga o'rgatdi. Shanxaydagi Zhaotong universiteti olimlari sun'iy intellektning imo-ishoralarini aniqlashga o'rgatdi. Ular mushak signallaridan olingan tasvirlar asosida imo-ishoralarini tayinlaydigan yangi usulni ishlab chiqdi. Texnologiya yuqori zaiflikdagi elektromiyografiya signallarini tahlil qilib, ularni neyrotarmoq orqali tasniflaydi. Model 10 xil ishorani aniq ajrata oladi va mavjud usullardan ustun natijalarni ko'rsatgan. Yangi tizim protezlar, reabilitatsiya va kengaytirilgan reallik kabi sohalarda qo'llanishi mumkin. Olimlar bu usul mushak va miya o'rtasidagi bog'liqlikni aniqroq aks ettirishni ta'kidlashmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari qonunlarni sun'iy intellekt yordamida ishlab chiqmoqchi. Birlashgan Arab Amirliklari sun'iy intellektdan yangi qonun loyihalarini yaratish va mavjud hujjatlarni tahlil qilishda foydalanishni rejalashtirmoqda. Tashabbus AIga asoslangan tartibga solish deb nomlangan qonunlarning aholiga va iqtisodiyotga ta'sirini aniqlashda qaratilgan. Loyiha doirasida mahalliy qonunlar, sud qarorlari va davlat xizmatlaridagi oid katta ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Loyiha doirasida mahalliy qonunlar, sud qarorlari va davlat xizmatlariga oid katta ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Abu Dhabi ilgari 30 milliard dollarlik AI infratuzilmasi fondini qo'llab-quvvatlash uchun MGX kompaniyasi ham yaratgan. Mutaxassislar bu yondashuv salmoqli imkoniyatlar bilan birgalikda xavflarni ham keltirib chiqarish mumkinligini ta'kidlashmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.